Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismli tarixiy romanining 2 qismining davomini anglatamiz. Bir kuni Pang Afandi yana paydo bo'ldi. Uning aytishicha, Do'pan janoblari 10 kunlik so'roq ahvolini anglab, hojimdan xafa bo'ldi. Mening umidimni oqlay olmadi debdi. Agar mushundoq bo'laversa, oqibat yomon bo'ladi. Yaxshilik bo'lishqa mening ko'zim yetmaydi. Shunday menga ayting. Mastura xotinlarda qechib yurmay, meni o'zi bilan ko'rishtirgay. Uning o'ziga deydigan gapim bor. Atisidan boshlab ahvol o'zgardi. Cheriklar Qamarxon oilani ketkizib etib, uni boshqa turmaga yo'tkazdi. Bu kunlarda Urumchidagi turmalarning soni kun sayin ko'paymoqda edi. Kitobimizning 15-bobida bayon qilingan yilqi katolik cherkovimi turma bo'lib qoldi. Turma bo'lgandimi, undaq emas, jini tumirdan tutgan mahbusni bardoshlik berilmaydigan, nini azmatlarning ustixini go'shidan ajrab, o'zi ximirdek chaylab tashlanadigan. Hatto mutlaq ko'plarining quruq jasadi chiqadigan azob zindoni. Qiyin qistoq ochiq. Qisqasi, o'lim manzili edi. Tarixiy materiallarda xotirlanishicha, bu turmadagi qiynash usullari boshqa turmadagilardan necha hasi ko'p va dahshatli bo'lib, tirnoq ostiga juvoldurus sanjish, tirnoqni yulib elish, odamni tik turg'izib, olqinidan tomga mixlab qo'yish, yalang'och badanga qaynagan yog'ni chechish, dazmolni qizdirib yiqish, jon yeriga bambuk yerindisini tiqishdan tortib, ishtqa to'litishgacha taxminan 150 xilga yetadi ekan. Shuning uchun katolik cherkovi degan gapni anglagan mahbusning jini sirqiraydi ekan. Hojim ana shu turmaga yo'tkab keladi. So'roqchilar ustilida Seyit hojim, leyimchimi ko'rinmaydi. Ularning o'rnida ko'k ko'z, seriqchash kelgan gavdalik odamlar so'roq qilishga boshladi. Ularning so'z harakatlarimi eyiqnikidek qo'pol bo'lib, bir gapning ikkisi bo'lsa-la, "Bu anangni" deb og'zini buzatdi. So'roq savollarga yangi mazmunlar qo'shilib, boshqachalar murakkablashib ketgan edi. Yapon imperialistlarining planlashi bilan Shondobani o'ltirib, hukumatni ag'dirmoqchi. Anda Shinjongda, ya'ni Sovet ittifoqining beqinida Sovetga qarshi, kommunizmga qarshi Yapon harbiy bazasi qurmoqchi. Shundaqmi? Yapon imperializmi bilan birlikda Sovet ittifoqiga bozg'unchilik va ig'vogarchilik qilmoqchi. Shundaqmi? Ya Rabbim, cho'riqi yo'g'on chalsavod bir tog'chi uchun bu nima degan yo'g'on gaplar? Hammasi yolg'on, hammasi tuhmat. Senlar nima qilmoqchi? Men Sovet hukumatining yordami bilan Stalin janoblarining madadkorligi bilan qo'zg'olon qilgan. Men yurtda urush tugab tinchlik bo'lishni o'zim xohlab, yana shu Stalin janoblarining konsuldan aytqizgan gapini quloqimda chang tutib, Shondobam bilan yarashdim. Urumchiga keldim. Men Sovet hukumatiga, Stalin janoblariga Xudoga ishongandek ishongan. Andiza Sovetga qarshi odam bo'lib qoldimmi? Yapon deganni men nada bilay? Uning yurtiga bormasam, o'zini turmoq, soyisini ko'msam, qandoqsiga? Yom og'zingni va anangni. To'la bildirmay. Buni qog'ozga qo'y. Bu uning nomidan yozilgan iqrornoma bo'lib, qog'ozga yuqoridagi jinoyatlar yozilgan edi. Mahbus qog'ozni ochiq bilan yirtib tashladi. Biroq shu an bosh ko'ziga tegishga boshlagan ig'ir sim qamchi zarbidan mahbusning badani titilib ketdi. Mahbus hushidan ketdi. Bir hozadan keyin yuz ko'ziga sepilgan muzdek suv bilan hushiga kelganda ikki olqinidan tomg'a mixloqliq turibdi. Yana so'roq, yana qiynash, yana hushidan ketish. Kunlar, oylar shundoq o'tib ketdi. Hatto
bir yil to'shdi. Qiyin qistoq turlarining qanchaga yetganligini mahbusning o'zimi bara esleyolmaydigan bo'ldi. Faqat kimdir birining uning bosh barmog'ini tortishtirib qog'ozga bostirib olganligila esida qoldi. Chunki u o'lik desa tini qaba, tirik desa tenida jini yo'q bo'lib qolgan edi. Yana qancha oy, qancha yil o'tganini mahbus esleyolmay qoldi. Yana so'roq boshlandi. Biroq nemishqidir so'roqchilar almashib, savollarmi ozayib, hatto oddiylashib, birli masala takrorlanadi. Şimdi beni öldürüp hükümetini ağdırmakçı, başka hükümet kurmakçı. Qiziq ish. O'tgan so'roqlardagi gaplar Soğutga karşı, komünizmga karşı. degan iboralar nemishqa yo'qolib ketgandi. Mahbus hech nimani tushunmay bir oz tengirqab turdi-da, palti ko'targichi ko'takdan opdi degandek bir kun bo'lsa-mu azobdan qutulish niyatiga kelib, "Men iqror qilay." so'roqchilar qog'oz, qalam berib, iqrornomani uning o'z qo'li bilan yozishini buyurdi. Qiziq. Nemishqa o'tgandek oldin tayyorlab qo'yilgan iqrornomaga zo'rlab barmoq bostirmay o'zing yoz deydigandi. "Hey, nimaga qarab tursan?" Varqaladay so'roqchilarning biri uni yezishga oldirdi. Şimdi beni baştırak öldürüp etmeginimge tağdek pişaymanım ba. deb yozdi mahbus va oxiriga o'zining imzosini qo'yib barmoq bosdi. So'roqchilar bu iqrornomaga qarab miqada kulib qo'yishdi. Mahbus shu kunila boshqa bir turmaga yo'tkab ketildi. Uning putidagi ig'ir kishanmo elib tashlandi. Shingsay shu oqshimi Liyingchi bilan Hoshim hojiga buyruq qildi. Ular shu buyruq bo'yicha hojining jinoyati to'g'risida Moskvaga yo'llanadigan materialni tayyorlab chiqdi. Bu materialda uning Yapon jahongirligi bilan til berishtirib, Sovet ittifoqiga, kommunizmga qarshi qilmishlari tafsiliy bayon qilinib, oxiriga yilqi kuni majburiy barmoq bostirib olgan iqrornoma ilova qilingan edi. Ular yana shu buyruq bo'yicha Xo'janiyaz boshchiligidagi yerlik feodal kuchlarning yangi hukumatga qarshi suiqasdlik harakatlari degan temada ayrim bir material tayyorlab chiqdi. Hojimning o'z qalami bilan yozilgan boyiqi iqrornomani shu material bilan ayrim bir qog'oz xaltiga silib, pechatlab qo'ydi. Mirul Pugan bilan o'g'loqcha Mansur hojim yo'tkab kelingan turmada edi. Ular kamerdan chiqarilib, ishchi gunohkorlar qatorida mushu turmaning mahbuslar oshxonasida har kuni kamerlarga 2 qaytim g'izo tomoq to'shildi. Shu munosabat bilan hojim bilanmi kunda 2 qaytim. Gerçi ishikning kichkina to'shigi orqali bo'lsa-mu yuz ko'rshalaydigan bo'ldi. Buningdan bo'libmi hojim bek xushal edi. Chunki yilqi kichkina to'shikdan chiniqachilarga g'izo tomoq yoki qaynoq suv quyib berish orliqida ozroq gaplashib olg'ili bo'ladi. Ularning aytishicha, bu nihoyatda puxta va cho'ng turma bo'lib, bu turmada 1000 dan oshiq mahbus bor ekan. Urumchida tutqun qilinganlarning xeyli ko'p qismi mushu turmada ekan. Hozir Urumchida turmalarning soni 8 ga yetibdi. Chet viloyat nohiyalarida qo'lga ilingan muhim mahbuslar. Masalan, Sali To'rig'a, Fazil To'rig'a, Nanat Xalpat, Toshkentda Jungo konsuli bo'lib turgan Niyoz Sherifi qatorliqlarmi mushu turmaga yo'tkab kelinibdi. Oq Toji, Sheribqon To'ri qatorliq qozoq cho'nglarimi mushu turmada ekan. Hojim ulardan Tursun Do'lan bilan Ormon Bekningmi mushu turmada ekanligini anglab, "Hay, govallah. 10 gülüning birimi ichilmagan yosh bolalar edi. Hay." deb ulug' kichiktinib qo'ydi. Odatda havo ochiq kunlari gundupaylar uni ho'ylig'i chiqarib biror soat oftob sinib olishga ruxsat qiladi.
Shundaq chaqlarda kamerlarning orqa tomlaridagi temir ro'jaklardan yomishib turgan mahbuslar uning o'ng putini so'rab oqsab manganligini. Sol qo'lining mu jaynigidan qing'ir tutib qolganligini bayqab qoldi. U bo'lsa, cho'l bayovonda ko'miksiz qolgan musofirning bosh so'ngikidagi ko'z chanoqlari yoki burun to'shiklariga o'xshab ketadigan o'sha temir ro'jaklarga qarashga petin olmagandek hamisha yerga qarab mangandi. Darvaqa bu turmaga yo'tkilib kelgandan buyon uning teni azobdan qutulib qolgan bo'lsa-mu, shu tanda omonat turgan yuragi to'lidan-to'li sirqirab og'riydigan bo'lib qolgan edi. Gohi-gohida o'sha temir ro'jaklarga yomishayotgan necha yuzlagan mahbuslarning ko'zlari uningga qarab go'yoki, "Hey, hojim, bu qonliq oqibatga kim javobgar? Taqdirmi yoki senmi?" deyotgandek tuyuladi. Merul Pugan bilan o'g'loqchi Mansurning aytishicha, mushu turmaning o'zida kasallik, ochliq va qiyin qistoq azobidan necha yuzlagan mahbuslar jinidan ayrilibdi. Yana boshqa turmalarda o'lgan minglagan kishilarmi jon beradigan chaqda shundoq deyishganmidi? Astag'firullah. Men nimandoq to'liq xatolishman. Eshak chig'ida tutib bir qitim tiqilib qolgan to'shikka ikkinchi yiqin kelmasmish. Rahmatli Temir akamning oqibatidan nemishqa ibrat olmagandaman. Meni ajabmi qolib esibdi. Bo'lmasiza, namat xalpat etpagan hikoyadagi yirtqich sherning oldiga o'z oyog'i bilan borgan eshakka o'xshab qolamdaman. Tulka hiliq sherga to'g'ri aytgan. Hay taqsirim. Bu eshakning qo'lig'i bilan yurgi bo'lsa, sizning oldingizga o'z oyog'i bilan kelarmidi deb. U eshakqo o'zi o'lish bilan qutulib ketgan. Biroq men-chi, urug' avlodim, do'st birodarlarim turmoq. Chopinimning peshi tegib ketgan kishilarning hammasi mening kasobatimga ketyapti. Ah, Xudo. Mening itkim nemancha sho'rliqdi. Meni nemancha sho'r peshoni yaratgansan. Shu xiyol, shu hasrat, shu iztirob uni qiynaydi. Uning yuragiga tikandek sanjilib orom bermaydi. Tong-tonglar etib ketadi. Ko'ziga uyqu kelmaydi. Har bir qo'shiq o'mach, har bir tishlamdan uning gilini chirab maydasiga zahar bo'ladi. Ya Rabbim! Keyingi avlodlar meni nimalarni deb qarg'ishib ketdi. Necha minglagan shahidlarning qizil qonlari uchun tongna mahshar kuni sening oldingda nima deb javob berurman? Astag'firullah. G'oyibdan bir sado kelgandek tuyuldi. Yo'q. Sen Allohning oldida, al-yurtning oldida, millatning oldida gunohkor emas. Sen o'zingning insoniy vijdoniy burchingni, tarixiy burchingni ado qilding. Bu hasratlik oqibat, bu qonliq fojia zamondan keldi. Muhitdan keldi. Nodonlikdan keldi. Sen yaşagan zemin, şundak zemin. Bu yerde cennettek bağı bostonlıkla bilen, bipayan vadıla mı? Taşlık davalla bilen, karanğı tokayla mı köp? Bipayan çöllerde bolsa, daim izitkağa uçuraydı o kişi. Tün karangılaşkan sürü, yıldızlağı karab yol tipşini, sen mi bilettin gol? Afsus, afsus. Tört ayaklık at mı? Gahide müdürlüp ketidi. At müdürlüp ketsi mi? Er gapıl bolmaslıqı, gol bolmaslıqı lazım idi. Ah köngüllük, insanның isil xisleti. Ama, böğrü tülküləge ah köngüllük qıgan kişi çokum nadanet çekedi. Hayır.
sening xatolaring keyinkilarga ibrat bo'lib qoladi. Tarix xatoliklarning yig'indisi emas, urinishlar jarayoni. Qumul tog'larda sening boshchiligingda boshlangan Güldürmama bu keng zaminni, uning hamma bulun puchqoqlarini o'yg'itibdi. O'yg'ongan zaminni endi hech kim uxlatolmaydi. Chunki o'yg'ongan zaminning egillari millionlagan xalq ommasi o'zini va do'st dushmanni to'nib oldi. O'zining kelgusini ko'rib oldi. Son sanoqsiz qurbonlarning issiq qonlari badaliga parlaq kelajakning cho'qim keladiganligiga ishonch bog'ladi. Kelgusi avlod seni va sizlarni hargiz unutmaydi. Tarix cho'qim bir kuni adil hukmini tantana bilan jakarlaydi. 25-bob. Qissaning oxiri. Dunyoda bosh oxiri yo'q narsa bo'lmaydi. Maksim Gorkiy. Kitobxonlarning vaqtini ayash uchun endi bu qissaning oxirini oddiy bayon shaklida qisqartib yozaman. Katolik cherkovidagi nurg'un qaytimliq so'roq va qiyin qistoqlar natijasida Xo'janiyaz hojidan e'lingan yilqi iqrornoma, ya'ni uning atalmish kommunizmga, Sovet ittifoqiga qarshi xiyonatlari to'g'risidagi material Moskvadan nihoyatda tezda tasdiqlanib keldi. Shuning bilan u Moskvaning tasdiqlashi bilan sirtmoqda bo'g'ib o'ldirildi. Jazo ijro qilguvchilarmi Sovet ittifoqi tarafidan avatilgan Hoshim hoji boshchiligidagi kishilar bo'lib, ular Shinseyning irodasini ishga oshirdi. Shu qaytimda Shinseyning sobiq maslahatchisi, ili valisi Chingdeli va Yunusbey, Tohirbey hamda qozoq xalqining milliy qahramoni Sharibqon To'ra qatorliq arboblardan 120 kishimi turli qabih usullar bilan o'ldirildi. Sharibqon To'rining o'limi to'limi fojialik bo'ldi. Jallodlar uni boshqalarga o'xshashla avval tayoq to'qmoq bilan urib yiqitib, ondan bo'g'ib o'ldirmoqchi bo'ldi. Biroq cho'chaklardagi polvonlarga o'xshab ketadigan bu gigant odam zotili yiqilmadi. Balki jinining boricha jallodlar bilan qattiq elishdi. Shuningdan keyin qilich tutgan 6 jallod tang yopirilib kelib, taraf-tarafdan qilichlashga boshladi. Oxir uni qaymi-chiymi qilaverdi. Sharibqon bilan bir qatorda o'ldirilganlar ichida Du Jungyan va Qurbon Niyoz shahidimi bor edi. Qurbon Niyoz shahidi Mahmud muhitining yaqin tuqqani va sabtishi bo'lib, keyin Shinsey tarafiga o'tib ketgan va Mahmud muhitiga qasd qilgan. Shu xizmatlari uchun Shinsey uni o'lgulik jamoat xavfsizligi boshqarmasining muavin boshlig'i qilgan. Endilikda uning lozimi qolmaganlikdan Shinsey o'z qo'li bilan buyruq yezib, uni bo'g'ib o'ldirgizdi. Bu kunlarda ichki tashqi vaziyat nihoyatda keskinlashib ketgan edi. G'arbda Gitler fashist armiyasi Sovet ittifoqi zeminining g'arbiy qismini besib olib, Moskva bo'sog'isida qutirayotdi. Sharqda Yapon jahongirligi Jungoga qaratgan tajovuzchilik urushini hozirlik bilan kuchaytmoqda edi. Jiang Jieshi guruhi buningdan foydalanib 8-armiyani yo'qotishning tadbirlarini qo'llanmoqda va o'z ta'sir doirasidagi rayonlarda kommunizmga, Jungo kompartiyasiga qarshi do'lqin qo'zg'amoqda edi. Shinsey o'zining tabiati bo'yicha vaziyatni xato mo'ljarlab, fashistlar g'alaba qiladi, kommunizm dunyosi yashab turolmaydi degan o'y bilan ilg'orlik punini cho'rib tashlab, asli qiyofatini oshkorlamoqchi bo'ldi. U bu ishni oldi bilan o'z oilasida boshladi. Birinchi qadamda Moskva Qizil armiya dashusida o'qiyotgan inisi Shinshijini darhol chaqirtib oldi va uni o'zining yo'liga kirgizishga urindi.
Biroq Shingshi uning kutgan yeridan chiqmadi. Aksicha, Tang sulolasi davrida yashagan bir shoirning Köküp ketsa bir kiyme qalğını ketiverer. Qurup qalsa bir daraxt o'rmonlar ko'klaverar. degan misralarini o'qib, G'arbda Stalin, sharqda Mao Faşistlar bir mahal g'anjirlasimi, kelgusida hamon halok bo'ladi. Sen agar o'z bilganini qiladigan bo'lsang, qiyra onamni yetilib olib, tilamchilik qilamanki, hargiz taslim bo'lib, o'zimizni nobud qiladigan yo'lga maqmayman. Shuningdan keyin oku ufqlari o'rtasida keskin ziddiyat boshlandi. Shansay uni ko'zdan yo'qotish xayoliga keldi va uning o'limini Jungo kompartiyasi bilan Sovet ittifoqidan yuz o'rishning bahona sabablaridan biri qilish planini tuzib chiqdi. 1942 yili 29 mart kechqurun Shingshi Nanhuayandagi yotoq uyida o'zining sirdosh do'sti Chen Wenfan degan yigit bilan paranglashib o'tirdi. Uning xotini Chen Shuying mehmondorchilikka ketgan edi. 4 yoshlik o'g'li bo'lsa, buvisining qishida edi. Kutilmaganda Shingsay ikki konvoy bilan eshik oldida paydo bo'ldi. Chen Wenfan uni derizdan ko'rib qilib, uning bilan uchrashishdan hazar ayladi cheg'i darhol oshxonaga kirib oldi. Shingsay bir konvoyini ishga qoldirib, ikkinchi konvoy bilan inisining qishiga kirib ketdi. Taxminan 10 minutlardan keyin tong qilib aytilgan o'q ovozi anglandi. Qonliq suiqasd yuz berganligini sezgan Chen Wenfan o'zini ming tasda tutib olib, Shingsay o'tirgan mashinaning darvozasidan chiqib ketganini pamlagandan keyin Shingshining yotoq uyiga yugurib kirdi. Shingshi divan bilan karvat o'tirsida qonga milinib yotdi. Divanga bir tapancha tashlab qo'yilgan edi. Mehmondorchilikdan qaytib kelgan Chingshuning ahvolini ko'rib, erining jasadi ustiga o'zini tashladi va yig'la necha qitim hushidan ketdi. Tun nisbada Chen Wenfan qo'lga elinib, katolik cherkovidagi kirsi chiqmas kamerlarning biriga tashlandi. Chunki Shingsayning oyg'oqchilari uning shu oqshimi janubiy Gulbog'dan chiqib ketayotganini ko'rib qolishgan edi. Ta'ziya murosimi o'tkazilganda, Shingsay bu o'lim voqeasini Inimning o'g'li topanchini o'ynab o'ltirganda o'q chiqib ketganlikdan bo'ldi, deb tushundirdi. Biroq hafta o'tmay Chingshuning qo'lga elinib, erini qaslab o'ltirgan jinoyati bor. Shu jinoyat uchun katolik cherkovida so'roqqa tortildi. Chingshuning Jungo kompartiyasi bilan aloqasi bo'lgan palani bilan uningdan keyin sovetlik nasihatchi Bekov bilan o'ynadim va shularning yo'l yo'riqi bo'yicha erimni etib o'ldirdim degan mazmunda oldin ola yezib qo'yilgan iqrornomaga qo'l qo'yishi lozim edi. Lekin eng qattiq qiynash usullari ishlatilgan bo'lsa-mu, u bu gaplarning hammasi tuhmat va haqorat deb qat'iy qarshilik ko'rsataverdi. Ayol kishining qayoshi ayol. Bu tantakni qandoqli qilib bo'lmasin, ayvashga keltiring. Bu sizga berilgan vazifa. Shuningdan keyin Chu Yufang kameraga kirdi. Husn jamoli har qanday kishini maftun qiladigan o'g'inchi bo'y Chingshuning o'rnida chachlari chubuq, yuz ko'zlari yeriq, kiyim-kechigi yirtiq, hatto tirnoqlaridan texicha qon temib turgan qo'rqinchli bir ayol o'tirdi. Chu Yufang ichini og'irtib, uning chachlarini tuzashtirdi. Yuzidagi qon dog'larini surtdi va bir talay shirin so'zlar bilan uningga tasalli berib, oxirida Biz har ikkimiz bu uyning kelini. Siz mendan xiyli yosh. Hayotlikning lazzatini ko'rishingiz kerak. Sizda gunoh yo'q. Sizni kommunistlar eziqtirgan emasmi? Iqrorlarga qo'l qo'yasingizlar, Tuban sizni kechirim qiladi. Buning hammasi tuhmat. Bundoq haqoratga qolguncha o'lganim yaxshi emasmi? Men erimga sodiq. Buni osmon xudosi biladi. Chu Yufang
Yufang yana birdan hapilishib ko'rdi. Oxiri uni mundaq usul bilan ayvashga keltirishga ko'zi yetmay, "Va paskina, yumshoqni yemsang, qattiqni g'ajitaman sana" deb qo'ngini chiqib ketdi. Chu Yufangning riyosatchiligida jallotlari Qin Shuyingning jon yeriga yuqori graduslik so'zinchoq lampochkani tiqib to'pmon qildi. Mahbus chirqirab hushidan ketdi. U bir chelak muzdek suv bilan hushiga kelganda Chu Yufang qog'oz qalamni tanglab uning oldida turardi. Tezgidan turalgan shalvasti. Chu Yufang ochiqdan yerilib ketgudek bo'lib jallodlarga qaradi. Jallodlar mahbusni yalang'ochladi. Bir tal kula arg'amchini uning chatriqidan o'tkazib, xuddi tantilayotgan yoshlardek haradashga boshladi. Jahon tarixida bunda qiynash usuli hech yerda ko'rilib boqmagan bo'lsa kerak. 1 minut, 5 minut, 10 minutga borganda mahbusning temi o'silib, ko'zlari yumilib, beshi mursiga sangilib tushdi. Shingsay o'zi yasab chiqqan bu anzi orqali bir chalmada ishga paxtak so'qish maqsadiga yetdi. Enim Shingishchi uning xotini bilan g'ayri munosabatda bo'lgan bir kishi tarafidan etib o'ldirildi. Bu Jahongirlarning, Gomindang aksiyatchilarining va Bekovga o'xshash trostchilarning Xinjiangda Sovet ittifoqiga, kommunizmga, ya'ni olti buyuk siyosatga qarshi elib borgan suiqasdlik harakati degan mazmunda Stalinga o'z qalami bilan xat yozdi. Jiang Jishig'i bo'lsa, enim Shingishchining o'ldirilishi Jungo Kompartiyasining Xinjiangdagi suiqasdi deb ma'lum qildi. Shuning bilan Bekov bilan Trotskichi deb gumon qilingan bir muncha sovet kishilari Moskvaga chaqirtib ketildi. Jiang Jishining Jungo Kompartiyasi a'zolarini yo'qotish suiqasdiga yo'l ochildi. O'z romanining xotimasida yozilganidek 1942 yilning 1-sentabr kuni Urumchi osmonida Amerikada yasalgan bir cho'ng aeroplanning motorlari gurkirab qoldi. Shingsay o'zining xotini Chu Yufang va boshqa yaqinlari bilan aerodromda g'alati bir mehmonni kutib oldi. Bu mehmon nihoyatda puzur kiyingan, silva bo'yliq, chiroyli bir xonim edi. U oppoq ipak palay kiygan qo'lini Shingsayga uzatib etib, uningga ajoyib noz karashma bilan kulib qo'ydi. Shingsay ishki pukilib ta'zim bajo keltirgach, uni Sovet ittifoqida yasalgan zim markalik uzun pikapga taklif qildi. Bu xonim Jiang Jishining xotini Sungmeining edi. Shuningdan keyin Shingsay ilg'orliq gullari oltin beliqning tangillaridek farqirab, kishilarning ko'zini qamashtirib kelgan chiroyli tonini selib etib, o'zining olvasti qiyofatini oshkoraladi. Sentabrning o'ttirlarida necha yildan beri Xinjiangning hamma qurilish sohalarida jon pidolik bilan ishlab kelgan 150 necha kompartiya a'zosini bir xilda qo'lga oldi va 1 yil qiynab qistab hech qanday natijaga erisholmay, oxiri ularga qonliq changilni uzatdi. Jungo kompartiyasining munavvar a'zolari Chen Tianchu, Mao Zemin, Lin Jilu boshliq azimatlar bir kechada bo'g'ib o'ldirildi. Tunigunla marksizmchi, Yan'anning do'sti bo'lib yurgan Shingsay birdilla Sanmin Juyichi va Yan'anning ashaddiy dushmani bo'lib qoldi. O'ttirsiga 6 burchakli seriq yulduz shakli tushirilgan qizil bayroq o'rniga Kuomintang bayrog'i esildi. Xinjiangda turishliq sovet kishilari Qumulda Xinjiangni Kuomintang tahdididan qo'g'dab turgan Sovet armiyasi. Mukammal bir diviziyaga tang qudratlik 8-pullik chegaradan qo'g'lab chiqarildi. Hatto Sovet konsulxonalarining xodimlari taqib ostiga ilindi. Jahon birdilla qorong'ulashdi. Qorong'ulashdili emas, tasvirligisiz
qirin zulmat pardasi ostida qoldi. Tun qorong'ulashgan seri To'miz kunlari cho'l bayovonda qolgan yo'lovchi bir yutum suvga qandoq tashna bo'lsa, odamlar qalbi yo'riqlikqa shundoq tashna bo'layotdi. Birdala jahon yana o'zgarishga boshladi. Shoirning sayram uyg'onib, choy qalmamdikin. Talkidin tuman tar qalmamdikin. Eli otları çapalmamdikin. Köz yaşlarımdan kaynar bulakla. Zumrat külümni bulgattı paka. Meylumu şunçı yırtılsı yaka. Eli itiga yok mikin taka. Köz yaşlarımdan kaynar bulakla. Degan hasratlik nidalarga javoban sayram uyg'onib choy qilib ketdi. Milka otlarning tuyoqlaridan uchqunlar charchirab, yolqiniga aylanishga boshladi. Shingsay puti ko'ygan to'qiga o'xshab qoldi. Jangjishi Ili vodisida yongan yolqini o'chirish bahonasida yeri kang, boyligi mo'l Shinjongni Shingsaydan tortib olish payti keldi deb o'ylab, darhol tumanlab cherik mong'izishga kirishdi. Shingsay 11 yildan buyon yolg'iz o'zi so'rab kelgan bu zaminni Jangjishiga tortqizib qo'yishni xohlamaydi albatta. Uning ustiga Gitler Germaniyasi holat bo'lish oldida turadi. Shuning uchun Xinjiangda qurilgan Gomindang firqasining kattavishidan tortib, hamma Gomindangchilarni qo'lga oldi va Stalinning oldida quyruq shipanglatib kechirim so'rab, burunqi munosabatni asliga keltirishni iltijo qildi. Biroq bu qitim Stalin o'zining burtig'i chalni tusturmadi. Aksicha, uning niyatini Jangjishiga uqtirib qo'ydi. Uzun o'tmay Shingsay o'zining 100 mingdan oshiq Gomindang cheriklari o'tirsida xuddi o'yinchik to'riga elinib qolgan chevinga o'xshab qolganligini sezib, Jangjishining buyrug'iga bo'ysunishga majbur bo'ldi. U Gomindang markaziy hukumatining dehqonchilik, o'rmonchilik ministrligiga o'stirilgan yangi amaldor sifatida Xinjiangdan ketishga tayyorlandi va oxir qon purab turgan tonni oltin, qop-qopda javohirat, mashinada bo'kan munguzi va esin mo'ylarni Jangjishiga sovg'atlikqa elib yo'lga chiqdi. U menishdan 3 kun burun o'zining bir muncha sir asrorini biladigan yaqinlaridan Tang apandi boshliq 8 kishiga zahar ichiribdi. Urumchidagi turmalarga o't qo'ydirib o'tmoqchi bo'lib edi, buningga o'zgarolmadi. To'xtang suyimlikim. Galstukimizni tuzashtirib qo'yay. Qarang, bu galstuk qing'ir bo'lib qapti. Shingsay aynakka qaradi. Uning ko'ziga o'zi emas, manjuchi qizil munchoqli qalpoq, o'ri yoqliq sarbobton kiygan Zozongtang ko'rindi. Zozongtangning soqol burtlari bilan qushninkiga o'xshash uzun agri tirnoqlaridan qon temib turadi. Shingsaymo darhol o'zining qo'llariga qaradi. Oq yipak palaylardan qon tepchib turganda ko'rindi-da, u darhol palaylarni chiqarib cho'rib Biroq har ikki qo'li qip-qizil qonga bo'yoqliq payda turadi. U qo'llarini yoshirmoqchi bo'ldi. Ammo chiqadigan yer topolmadi. Chunki uning yanglarmi qon, yonchuqlarmi qon, etigimi qon, qo'ynimi qon edi. Shundoq. Buning hayron qolgudek hech yeri yo'q. U hukmronlik qilgan 11 yil ichida 4 millionli nupusi bo'lgan Xinjiang seminida 125 mingdan oshiq kishi tutqun qilindi va ularning 10dan 9i qorong'u turmalarda o'ldirildi. Shuncha odamning qini agar bir yerga yig'ilib oqadigan bo'lsa, jahon nima bo'lib ketar? Shuncha qon nagimi sig'ib, nagimi singar? Onunga shu qonlarni to'kishib bergan atoqli arboblar. Aprisuh bilan Matnur apandiga o'xshash qassoblar. Hashim hoji, Seyit hoji, Qodir hojidek to'kanchi qassoblar shuni o'ylab baqqanmidi?
Agar ularni qor yer qo'yniga kirib o'ylash iqtidoridan qolgan bo'lsa, ehtimol ularning jin alvaslarga aylangan arvohlari bordi. Shular bo'lsa-mu, buni ko'rishi kerak. Qachonli bo'lmasin, buning javobini berishi kerak. Qiziq ish. Shingsay ketib atsi, o'rimchi turmalardagi minglagan kamerlarning temir eshiklari qandaqdir bir kuch bilan echilib ketdi. Yo'g'an quluplarga ochqi selayotgan gundupaylarmi o'zining nimish qilayotganini go'yo bilmagandek, sezmagandek qiladi. Rangi-ro'yi samondek sarg'ayib, chach soqollari o'sib, kiyimlari titilib ketgan mahbuslar xuddi qafasdan bo'shab chiqqan bir to'p ucharliqlardek churuldishib, din, millat, daraja martaba ayrimay, tonimasa bir-birini quchoqlashib yig'lashadi. Suyishadi, kulishadi, mung zar qilishadi. Bu holat uda 3 kun davom qildi. O'g'liqchi Mansur bilan Merul Pogan texmo xushal edi. Chunki ular o'zining safdoshlari bo'lgan Namat Xalpat, Qosim Afandi, Tursun Do'lan, G'uljilik Hitam, Ormon Bey va Mo'g'ul yigiti Jabo Bato bilan kamir ishikining kichkina to'shigi orqali emas, hamda ochiq maydonda uchrashish imkoniyatiga ega bo'lgan edi. Shuningdan keyin o'zini o'zi jo'nqiralig'idek madoriboy yigitlar bo'lsa, bu ko'hi qopdan qutulsin degan maqsadda turma oshxonasidagi ishchi mahbuslik erkinligidan foydalanib, 3-kuni Tursun Do'lan, Ormon Bey va yetimlarni turmadan qochiribdi. Qayoqqa emas, dedi Hitam tun qorong'usida shahar sirtiga tinch avan chiqib olgandan keyin. Qayoqda yolqin ko'rinsa, shu yoqqa mangayli, dedi Tursun Do'lan keskin bir ovozda. Bizni ili tarafga ozodlik mash'ili yongan Nilqi tog'lariga boshla Hitam aka. Yashab ketdi ulan. Amsi biz ketdik. Akan qarg'ay Nilqi tog'larini 5 qo'ldak bildi degina texi. Hurmatli kitobxon. Aslida menmu shu yigitlarning izi bilan Nilqiga, ondan butun ili vodisiga, hatto Jo'ng'ar o'ymonligi bilan Oltoy tog'lariga berib, u yerlarda bo'lib o'tgan jahon shumul voqealarni, tillarda doston bo'lgan qahramonlarning ajoyib sarguzashtlarini sizlarga hikoya qilib bermoqchi va ba'zi sirliq tepishmoqlarni yechib boqmoqchi bo'lgan edim. Bu orzu xiyollarim o'yg'ongan zaminning 3-qismi bo'lmoqchi edi. Afsuski, buni yezib bitirishga imkoniyatim yor bermaydigan o'xshaydi. Shunga bu qissani hozircha mushiyada oyoqlashtirishga majbur bo'ldim. Qolgan qismini kelgusi avlodlarimizning yezib chiqishiga imonim komil. Meni kechirgaysizlar. 1993-yil iyul. Urumchi.